Alaykum O'zbekiston ahli. Sizlarni kelib kelgan yangi 2017-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mening ismim Juratov Husan, O'zbekistonning Jizzax shahrida tug'ilganman. Rossiyada davlatida men Belgor shahrida o'qiyman. Birinchi kursman. Kelganimga hali ko'p bo'lgani yo'q, lekin bu yerda YouTube, boshqa internet aloqalari juda ham yaxshi rivojlangan. Masalan, bizning men Absheytada turaman, o'zim yotoqxonamizda bitta o'zbeklar emas, butun dunyo davlat aholisi farzandlari shu yerda kelib tahsil oladi. Bu yerda o'qigan farzandlar, millatlar har xil millatlar tashkil etadi. Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Braziliya, Kolumbiya degan shaharlardan har xil Fransiyaliklar bor. Lekin bularning oldida men o'zbekligimdan nima deydi, uyalib ketyapman, вообще uyalib ketyapman, вообще bunaqa sharoitga tushmaganman. Bunga sabab hozir YouTube'da tarqalib ketayotgan har xil videolarni ko'rib, shunaqangi uyalyapman ko'zimdan, meni oldimga kelib turib, boshqa millatda o'zimizda o'zbek kelib turib shu ishni gapirsa men xafa bo'lmayman, lekin braziliyalik, fransiyalik o'rtoqlarim, kursdoshlarim kelib turib, O'zbekistonda nima bo'lyapti, o'rtoq, perevod qilib ber degan paytda video ko'rmaganman, YouTube'da video ko'rmasdim. Uncha qiziqmayman YouTube'ga. Ko'proq boshqa Telegramdan keladigan videolarga qiziqib, Telegram kontaktlardan keyin videolarni ko'raman. Lekin ikkita o'rtog'im kelib turib, kursdoshim kelib menga o'rtoq, mana uni tarjima qilib ber degan paytda videoni ko'rib shunaqangi uyalib ketdim o'zim o'zbekligimdan. Bu nima degan gap? O'zbekistonda 12 tagina viloyat bo'lsa, bitta Qoraqalpog'iston Respublikamiz bo'lsa deydi. O'zi kichkinagina bir davlatimiz bo'lsa, lekin shunday kichkina davlat bo'lganimiz bilan butun O'rta Osiyo, butun dunyoda o'z o'rnimizga egamiz. O'z xaritamiz, o'z yurtimiz, o'z respublikamiz, o'z bayrog'imiz bor. Lekin bu qiladigan ishimiz yoki YouTube'ga video tarqatmaylar demayman bu gapim bilan. Video tarqatish kerak, lekin odam o'zini kamsitish bilan o'zimizni sharmanda qilyapmiz. Sizlar mayli, sizlar hozir O'zbekistonda mazza qilib, uylaringizda ota-onalar bag'rida tinchgina o'zlaringizni sherdek his qilib tasavvur qilib yashayapsizlar. Lekin sizlar o'ylanglar ozgina, mana bu chet elda yurgan o'zbeklar qanday bu videoni ko'rib, qanday nima deydi, o'zini qanday his qilyapti ekan degan savolga o'zlaringizni qo'yib ko'ringlar. Mayli, qo'yib ko'rmanglar, masalan, sizlar ota-onalar oldida hozir she'rda yashayapsizlar, lekin musofirchilikda hamma birjam, bir katta mustahkam oila bo'lib yashayapti shu yerda. Lekin hech qaysimiz, masalan, men o'zim Jizzaxdan bo'lganimdan Toshkentlik bolalar bor bu yerda, Xorazmdan, Sirdaryodan, Buxorodan, Farg'onalik bolalar bor, Andijonlik bolalar bor, Namangandan 3 ta o'rtog'im bor shu yerda. Lekin hech qaysimiz bir-birimizni ajratib, sen Jizzaxlisan yoki sen Farg'onalisan yoki sen Andijonlisan yoki Namanganlisan degan gap hali bu yerda eshitganim yo'q. Даже O'zbekistonda Jizzax shahrimda ham eshitmaganman. Toshkentda o'qiganman. Toshkentni bilasizlar qanaqa ajratish bo'lardi hali. Lekin Toshkentda ham bunaqa gap bo'lmagan, hech eshitmaganman. Sen viloyatlisan, sen ajral degan gapni eshitmaganman. Lekin mana shu yerga kelib turib shu gapni eshitganim uchun shu murojaat qilmoqchiman sizlarga. Internetda tarqatadigan erkaklar, sizlar erkaksizlar. Erkakligini isbotlash uchun biron narsa qilish shart emas yoki ko'chaga chiqib turib, men erkakman deb baqirish shart emas. Basharasiga qarasa erkakligini bilsa bo'ladi. Yoki ko'chaga chiqsangiz, bir o'ynash qiz ketayotgan bo'lsa, uni ko'rsangiz, bu qiz bola ekan, basharasiga qara desa, yoqadimi? Yoqmaydi. Mana shu oldimga kelib turib ikkita bolani aytgan gapi, videoni men ko'rishga majbur bo'ldim, ko'rdim. Bu nima degan gap? Andijonlikdan Namanganga atvet. Namangandan Andijonga ikkinchi atvet. Bu nima bu? Bir-birlaringni o'zlaring ochyapsizlarmi? Yana ochishga nima qoldi sizlarga? Ochilmagan nimalaring qoldi? Qanaqa sirlaring qoldi? Hozirdan aytdoringlar. Buni shart emas hammaga yoyib o'zlaringni ko'rsatishlaring. Yoki birovdan maqsadlaring nima? Maqsad nima? Yoki urushkalaring kelyaptimi yoki ajrab chiqarib yubormoqchimisizlar bu viloyatni? Hammamiz bir jam bo'lishimiz kerak edi. Hech kim bizga hech narsa qila olmaydi. Do'stlarim, shunchalik o'zlaringdan jirkanib ketgan bo'lsalaring, bir-birlaring bilan uchrashib olib, yuzma-yuz chiqib gaplashib olinglar. Iltimos, sizlardan iltimos qilyapman. Bunaqa videolarni tarqatmanglar. Sharmanda qilib bo'ldilaring O'zbekistonni. Men birinchi marta kelganimda O'zbekistonning avtoriteti bunchalik o'ylamaganman. Mana shu yerga kelib turib O'zbekiston qanaqa davlat ekanligini mana shu yerga o'rgandim. Millatimiz, davlatimiz, urf-odatimiz mana shu yerda ko'rinyapti. Kimning oldiga любой payt kelib turib, men O'zbekistondan keldim desam, qo'lini ko'ksiga qo'yib salomlashib kutib olyapti. Salomlashib, O'zbekiston deb gapiradi.
Biz bo'lgan biz shu davlatda shunaqa chiroyli davlatlaring, insonlaring shunaqa ulkan ishlar qiladi. Taniymiz, Amir Temurning farzandlarisiz, Mirzo Ulug'bekning farzandlarisiz. Sizlarning davlatlaringdan qancha buyuk insonlar chiqqan. Islom Karimovlaringdek ota hech qaysi davlatda unaqa prezident yo'q deb gapiriladi. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Biz xalqimiz mehr-oqibatga to'la eng kuchli davlat. Bunchalik bo'lishi kerak emas. Maylik do'stlar, yurtimizni sotmaylik. Sizlardan kichkinadurman yoki kattadurman. Men sizlardan katta bo'lishim uchun hali yoshlik qilaman, hali yosh o'zim yosh bolaman, birinchi kurs o'qiyman. Mana shu yerga bilim olgani keldim, bu yerga sharmanda bo'laman deb kelganim yo'q yoki uyalaman, o'z millatimni, o'z davlatimni ismini aytishga uyalaman deb kelganim yo'q. Birinchi kun kelgan kunim aytib beraman shu yerga. Birinchi kun kelganman, O'zbekistonni bayrog'i bilan shunaqa chiqish bo'lyapti. Rossiya ajratgani yo'q O'zbekistonni. Даже o'ziniki hisoblayapti O'zbekiston. Shunchalik kuchliligidan O'zbekiston madhiyasi qo'yilib, O'zbekiston she'ri haqida qo'shiqlar aytilib chiqyapti. Namoyishlar bo'lyapti. Hech kim ajratmayotgan. Nimaga aynan O'zbekistonning viloyatlari bir-birini ajratadi? Nimaga bu yerda hamma davlat O'zbekistonni o'zinikidek qabul qilib, o'zini do'st sifatida qabul qilyapti? Nimaga o'zimiz ichimiz kavlashimiz kerak? Sabab nima? Men shunga tushunmayapman. Bo'ldi, to'xtataylik shu yerda. Bu boshqa qaytarilmasin endi, akalarim, iltimos sizlardan. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Hurmatlaring bor. O'zlaringga yarasha sizlar to'qsizlar, sizlarning pullaring, hamma narsalaring bor. Lekin shu narsa kerak emas yoki o'zlaringizni ko'rsatmoqchi bo'lsalaring, ringga chiqinglar. O'zbekiston boksyorlarini juda yaxshi bilasizlar qanaqa kuchga egaligini. Hurmat qiladi hozir shu yerda ismlarini aytsam, bettelar aytadi, taniymiz, birinchi o'rinda O'zbekiston pashti jahon chempionatida Olimpiyada vobshe kuchli bo'kitgan deb aytadi. Vobshe kuchli sizlar deb gapirgan. Sizlar bunga bu nomga yarasha ish qilaylik, shu nomga yarasha ish qilaylik. Sizlardan shuni so'rayman, boshqa anonim yo'q sizlarga. Iltimos, viloyatimizni sharmanda qilmanglar, O'zbekiston davlatini sharmanda qilmanglar. Respublikamiz O'zbekistonchalik davlat yo'q. Men shundan O'zbekistonligimdan faxrlanaman, lekin sizlarga o'xshagan anolarim borligidan uyalmasligimiz uchun bir o'zlaringizni ko'rsatinglar. Boshqa ish bilan ko'rsatinglar o'zlaring. Bunaqa janjal emas, bir yaxshi tomondan ko'rsatinglar va O'zbekistonligimizdan faxrlanib, mana shu yerda ko'kragimizni keng ko'tarib yuraylik. Rahmat sizlarga eshitganlaring uchun.